Men senlarga nima degandim, kaltak xo'rlar? Ulan keldilar. O'zi bitta chiq tashladik. Senga balo bormi? Ko'ylak bilan cho'mildim-ku. Hech cho'milmay ol, it bala kirga. Ey, bo'llaring tez yerlar chopiq qil. Qilamiz-ku. Tezlashlaring, g'azilla, bo'l tez. Ana endi hamma joyimiz chang bo'ldi, cho'milishib sotamiz. Ketaver. Davay shunday qilamiz. Ona ishlar qilib o'ylik, hamma yo'g'imiz chang bo'lishunga ariqqa borib. Ha, hozir suv tayyorlayapman, bola. Yo, siz avora bilmang, biz ariqqa borib bitta tashlab. Rahmat, mazza qildik. Kirib aytgin, loy qildik, hamma joyimiz loy bo'lib bitta tashlab kelaylik-da. Ha, bugun Tangemni qo'lida qirol tabibi o'limi oldidan yozgan xat bor ekan. Endi hech kim nega noto'g'ri Ona akam bilan loyiqillik o'sha. Million marta aytaman, serial ko'rganimni xalaqit bermagin deb kuchuklarga. Nima bo'lib tugadi endi hozir mana? Nima bo'lib tugadi? Qo'lim chakki bo'ldi. Han deb aytavermaga, bar bormaymiz cho'milishga. gazga issiq suv qo'yib ustimizdan quyamiz. Bilarkanmisizlar? Cho'milishga ruxsat olib bersang, senga nasihat beramiz. Yanga shahboz erkaklar bilan cho'milishga borib keldi. Yo'q dedilarmi? Hammang uxlab yet bo'ldi. Men yotishim kelmayapti. Yaxshi yotib turinglar. Qisib yotay. Uyg'onmadilarmi? Yo'q. Ketdi. Suv takim ko'p o'tirib o'ynaymizmi? O'ynaman bular aytgan kelgandim. Buyoqqa chiq. Yoshlik sana o'ylamagankan. Biror joyda o'tirib kitob o'qib olsak nima deysiz? Kitobni uyda ham o'qiyverasiz, o'zi aylanaylik. Kitob o'qib o'rganib qolganman-da. Aqlli. Odamlarga o'xshab kitob o'qiysan ham. Ey, eshiting, hayot bersa ta'lim. Ha, bo'ldi. Oxirigacha eshiting, yo'q. Biron joyda o'tirib abid va ujin qilib olamiz, nima deysiz? Rahmat, qornim to'q. Voy, qornim to'q. Menga qarang, qorin baraban cholyapti. Ikkisi shashlik olib bering, o'ksizmi deb piyozlarga. Shahlo hozir 4 ta lavash yeding hozir. Bilmasam nimagadir ishtaham yo'q. Ertaga ham kelasizmi, aylanamizmi? Ning bor o'zlari ertaga dugonlar bilan bahri baytim bor edi. Meni ertaga vaqtim yo'q. Indingachi. Indinga ham vaqtim yo'q. Uni ertasigachi. Unga ham vaqtim yo'q. Meni boshim og'ritmay, menga vaqt ajratasiz, tushundingizmi? Shahlo shunga ham hamma pulim sanga ketyapti meni. Minnat qilyapsizmi? Minnat qilib beraymiz pulingizni. Qani sumkami, bu yoqqa kelay. Ana sizga muzqaymoq. Voy, burnimga tegdi, qaramang. Uyaldi. To'xtang. 4 ta marojin yeb o'rding-ya, indami? Yes. Qiz bolaga o'xshab qiliq qil. Ha, xo'p. Теперь давай танцуй. Что смущает тебя? Siz kuyovingizni qanday chaqirasiz? Men kuyovimni o'g'lim, polvonim, zabardastim deb chaqiraman. Deb chaqiralar mana, o men u kishiga aytaman, ismim bor, ismim bilan chaqiring, xat yozib desam, yo'q, menga qulay deyiladi. Lekin sal xafaman. Uyimga kam keladi-da. O'zi haftaga 7 kun bo'lsa, 8 kun bizdan keyin yashaylar. Men qanday boraman u kishinikiga? To'g'ri, kelmak matematikaga. Rostini aytsam, men ta'sirchan odamman. Kimdir qattiqroq gapirsa yig'lab yuboraman. Men o'zi qo'shnilarimdan ketmas so'rab chiquvdim. Uzoqdan sakrab ketyaptilar. Mahallaga urmagan kishilar qolmagan. Kuyov menga bir oyga putyovka olib, Dubay, keyin Turkiyaga yubormoqchi. Shunaqa dedilarmi? U kishi o'zlaridan o'zlari yangilik chiqaraveradilar.